Dada, maktabga ketyapman, kitobga pul beray. Hozirmi? Va bugun yakshanba edi-ku. Qara, hozir do'konga borasan, 10 ming so'mlik shakar olasan, tushundingmi? Bor, chop. Aka, 9 minglik shakar bering. Shuni 10 minglik qilib bersam bo'lmaydimi? 1000 so'm zdachisi kerak menga. Aniq 10 minglik oldingmi? Buncha kam bu. Leonardo da Vinci'ning bir gapi bor. Shirin shakar oz ko'rinur. 1000 so'mlik ochib yuboring. 10 ming to'ynaysan. Assalomu alaykum. Yana 1000 so'mlik ochar. 5 ga VIP ochib yuboring. Shunda to'ying bo'lyapti. Cho'ntagimdan san pul oldingmi? Namoz qayerdan olding? Shkafda ustidan. Yo'q keda. Leonardo da Vinci'ning bir gapi bor. Ko'p pulingiz kamayyaptimi? Demak, u barakali. Kechiring. Bir haftadan beri tuxum qo'ymayapti-ku bu tovuqni. Dadamda mazasi yo'q, tuxum olayizlar. Sotib dadamga yordam qilyapman. Dadang nima kasal bo'lgan o'zi? Eng og'ir kasal nima edi? Rak? Rak bo'lib qolganlar. Bo'ldi, mana. Men tuxum. Shokirda o'g'limi? Ana o'g'ling o'tiribdi. Turda bu yoqqa. Leonardo da Vinci yana nima degandi? Ay, og'riydi-ku, degandi.